Oyamatga ko'ra bakalım ama men sizlarga oyamatga ko'rsatmoqchi. Bu bo'lsa oyamatga. Deb o'ylayman, yani bizning ko'rgan paraxodning ichida eng cho'ng paraxod mushu ekan. Bu oyamatga mo emas ekan, lekin mushu Sanya degan bir orol bo'lganligi uchun bu oroldan hozir mashinalarning hammani besib 100 mashina sig'ib ketgan buning ichiga. Mashinalardan 100 ni besib atrofga o'tkazib qo'ygan, yana bir quruqlikqa. Biz ana atrofiga xotirjam ketaveramiz ki Şinjan safarimiz boshlanib ketdi ag'iylar. Undan bo'lsa bundan keyin mushu sayyoh kelgan do'stlaringlar bo'lib qolsa mashayda bu film taqib qo'ysanglar bo'ldi ekan. Biz to'tadan bir mashina bilan qo'shib 538 ko'y pul to'ldik. Endi bizni oyoq o'tkazib qo'ysa undan keyin xotirjam ketamiz. Yana nima ishlar bo'ldi. Yo'lda sizlarga ham behrlab turamiz. Undan so'ng bir toz yuriklarni besib alt raqam yo'llab qo'ysanglar, qiziqishning cho'ngi endi boshlandi. Jiboq kiringlar. Bu oyamatgani bir-biridan tanishtirib, ichiga kirib turib men hojatxonasini tatib tanishtirib ketaman. Buni olib